Alloh taoloning hikmati va rahmati namoyon bo'lgan ulug' kechalardan biri Isro va Mi'roj kechasidir. Bu kecha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun tasalli, ummat uchun esa buyuk ibrat bo'ldi. Namozning ulug' farzi aynan shu kechada in'om etilgani esa bu voqeaning naqadar ulug' ekanini yanada yorqin ko'rsatadi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Toifdan Makka mukarramaga qaytib kelganlaridan keyin azizlar, bu Toifdagi bo'lgan voqealar, u yerdagi Rasulimiz alayhisolatu vassalamga zulmkor, tajovuzkor holatda qarshi olishliklar qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam undan avval o'zi amaklari Abu Tolibdan ajrab, jufti halollari Xadicha onamizdan ajrab, og'ir judolikka uchrab, o'zlari uchun mana shu yilni mahsunlik yili deb Toifdan umid qilib Toifga ketgan edilar. Toifdagilar islomni qabul qilsa edi degan orzuda edilar. Lekin o'zingizga ma'lum bo'lgan voqea Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qattiq ranjitdi. Hatto o'shanda Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini zaifliklari bilan Allohga duo ham qildilar. Endi Makkada turib Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shunday holatda, mahzunlik holatda turgan bir paytda insoniyat tarixida biror bir insoniyatga ko'rsatilmagan muruvvat ko'rsatildi, iltifot ko'rsatildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Alloh azza va jalla shunday bir ne'mat ato qildiki, hali biror bir payg'ambarga bunday ulug' maqom berilmagan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ka'batullohning ichida xatim tomonida o'sha Hijri Ismoil, ya'ni oltin tarnovning tagida uxlab yotgan edilar. Ba'zi rivoyatlarda Ummuxoni onamizning uyida uxlab yotgan ham edilar deydi. Tarixni o'rganishligimizda azizlar, biz asl mazmun mohiyatiga bo'lgan voqealarni o'ziga fikrimizni qaratishligini xohlagan bo'lar edik. Ba'zi tarixiy masalalarni, tarixiy voqealarni aytayotganimizda mayda holatlarda tortishuv qilmaslik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ummuxoni onamizda uxlab turib keyin Me'rojga chiqib ketdilarmi yoki Ka'bani oldida uxlab turib chiqib ketdilarmi deb tortishishlikdan ko'ra bu bo'lgan voqeani asl holatiga, ya'ni bundan ko'zlangan maqsadga va bu voqeani ulug' ekanligiga e'tiborimizni qaratishligimiz ma'qul bo'lar edi. Biz esa bugun ayni mana shu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Isro va Mi'roj voqealarini aytib bermoqchimizmi? Buni biz Sahihul Buxoriyga murojaat qilib, bu kitobdagi holatini yetkazishlikka harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam demak o'sha Ka'batullohda oltin tarnov ostida xatimda uxlab yotgan edilar. Alloh azza va jalla Jabroil alayhisalomga buyuk bir topshiriq berdi. Jabroil alayhisalomni yer yuziga tushishlik va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga borib uxlab turgan holatlarda uyg'otib, Buroq deb atalmish bir markab hayvonga mindirib Mi'roj qilishlikka, osmonga olib chiqishlikka amr qildi. Azizlar, bu katta maqom, katta ne'mat. Bizning suyukli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu narsa berilyapti azizlar. Jabroil alayhisalom tushdilar. Rasulimiz alayhisalom uxlab yotganlarini ko'rib uyg'otdilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallamga bu xush xabarni yetkazdilar. Bu juda ham katta xush xabar edi. Bu voqea ikki xil, buni doim yodimizda tutishimiz kerak. Isro voqeasi va Mi'roj voqeasi bu ikki xil holat azizlar. Isro bu o'sha Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qilishlik, Mi'roj esa yuqoriga ko'tarilishlik voqeasidir. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Isro haqida shunday deydi. Estaizu billah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallohul azim. Alloh marhamat qilib aytayaptiki, o'zini bandasini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'z oyat qudratlarini ko'rsatmoq uchun atrofini barokatli qilgan Masjidil Aqsoga, Masjidil Haromdan bir kechada o'z bandasini, ya'ni Muhammad alayhisolatu vasallamni sayr qildirgan Alloh pokdir. Haqiqatda bu ulug' voqea. Bir kechada Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga sayr qildirilgan voqea. Bu qanday bo'ldi? Rasulimiz alayhisolatu vasallam uxlab yotganlarida Jabroil alayhisalom kelib uyg'otdilar.
Rasulimiz alayhissalom turib nihoyatda xursand bo'lib ketdilar bu xabarni eshitib va yonlarida buroq deb atalmish bir hayvon turar edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari buroq haqida aytadilarki, buroq bu eshakdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir hayvondir deydi. Bu ko'zi tushgan o'sha qayergacha nigohi tushgan joygacha uchadigan darajada, tovush tezligidan ham tezroq ketadigan bir Allohning qudrati bilan yaratilgan bir hayvon edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ushbu hayvonga buroqqa mindirib, Jabroil alayhisalom oldilariga tushib, Masjidul Aqso tomonga ketdilar. Masjidul Aqso bu hozirgi Falastin diyoridagi Quddus-i Sharifdagi Masjidul Aqsodir azizlar. Bu Masjidul Aqsoni Alloh o'zi Qur'onda mana bayon qilib barakna havlahu deyapti. Buning atrofini biz barakatli qildik. Nimasi bilan barakatli qilgan azizlar? Masjidul Aqso to payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hijratga ketgunga qadar ham butun payg'ambar alayhimussalomlar tomonidan mana shu Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qilingan bir qibla edi. Hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallam ham hijrat qilib, hijratga borgunga qadarlari ham mana shu Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qiganlar. Demak, bu buyuk bir barakatli diyor, barakatli bir makon edi. Makkadan hozirgi Falastin diyoriga qanchada borishligini siz o'zingiz tasavvur qilishligingiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam shunday tezlik bilan mana shu Masjidul Aqsoga olib bordilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Masjidul Aqsoga tushirganlarida insoniyat orzu qiladigan va biz ummat quvonadigan holatlar bo'ldi. Butun payg'ambar alayhimussalomlarni Alloh o'sha joyga keltirib qo'ygan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni hammalari peshvoz bo'lib kutib oldilar. Rivoyatlarda, kitoblarda aytilishicha 300 ta rasul bo'lgan bo'lsa, 24 mingta nabiy bo'lgan azizlar. Mana shuncha minglab payg'ambar alayhimussalomlar, insonlarning eng ulug'lari, Alloh azza va jalladan Jabroil alayhissalom orqali vahiy olib, buyuk bir vazifani bajarib o'tgan ulug' zotlar kutib oldilar. Tasavvur qiling, Masjidul Aqso qanaqa nurga to'lib ketganligini, qanday barakatli bo'lib ketganikinki, butun Odam alayhissalomdan Rasulimiz alayhissalomga qadar yashagan hamma payg'ambarlar alayhimussalomlar jamlanib turibdilar. Rasulimiz alayhissalom buroqdan tushdilar, buroqni bog'lab Jabroil alayhissalom olib o'tdilar. Qarasalar hamma payg'ambarlar turibdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni olib chiqib mehrobga qo'ydilar. Va payg'ambarimiz alayhissalom butun payg'ambarlarga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu sharafida azizlar. Bunun bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni butun olamlarga payg'ambar qilib yuborilganiga dalil bo'ldi. Chunki hamma payg'ambar alayhimussalomlar o'z davri uchun, o'z makoni yashab turgan manzili uchungina payg'ambar qilib yuborilgan bo'lsa, Rasulimiz alayhisolatu vasallam butun insoniyatga, butun iqlimlarga, butun olamlarga rasul qilib yuborildi. Va buning nishonasi o'laroq payg'ambarimiz alayhissalom hammalariga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu barakatlik joy. Alloh hammalarimizni mana shunday Masjidul Aqsolarda ham namoz o'qishlik baxtini nasib qilsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu yerda namoz o'qib bo'lganlardan keyin Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga 2 ta kosada ichimlik olib keldilar. Bittasida sut bor edi, bittasida xamir, aroq bor edi. Hali aroq harom qilinmagan edi. E'tiboringizga aytsam, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ikkisini olib kelib tanlang dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sutni tanladilar. Shunda Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhisolatu vasallamga qarab, "Hudayda va hudiyat ummatuk" dedilar. Siz o'zingiz ham ummatingiz ham hidoyat yo'lini tanladingiz, hidoyatlandingiz dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam avval ham keyin ham biror qultum, biror tomchi xamir, harom qilingan narsani og'ziga olmaganlar azizlar. Sutni qabul qildilar, pokiza fitratlik ekanliklarini nishona qilib ko'rsatdilar. So'ngra Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Me'roj keltirildi. Me'roj so'zi azizlar arab tilidagi araja so'zdan olingan bo'lib, yuqoriga ko'tarilish ma'nosini beradi. Ba'zan hozirgi tilimizdagi narvonni yoki boshqa yuqoriga chiqishi mumkin bo'lgan narsalarni ham tushunishimiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallamga olib kelgan Me'roj qanday ekanligini, kayfiyatini ayta olmaymiz. Inshaalloh Allohdan so'raymizki, bu kayfiyatlarni Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizlarga jannatda o'zlari aytib bersinlar.
haligi Merojni olib keldilar. Unga Rasulimiz alayhisolatu vasallamni chiqarib osmonga qarab ko'tarildilar. Ehtimolki bu gaplar bundan bir necha asrlar muqaddam aytilgan bo'lsa, o'sha mahalda odamlari o'ta taajjublangan bo'lishliklari, balkim Alloh saqlasin, bir oz shubhaga borgan bo'lishliklari mumkin. Lekin bugun biz 21-asrda yashayotgan mo'min musulmonlar koinotga inson qo'li bilan yaratilgan jihozlar ila inson qo'li bilan yaratilgan uchuvchi narsalar bilan chiqib kelayotganini, insonni o'zi bemalol koinotga chiqayotganini eshitar ekanmiz. Alloh haq azza va jallani bu meroji qanday ekan degan va bu bilan mumkinmi degan savolni berishligimizga hojat qolmasa kerak. Yer osmonidan chiqib, yerdan ko'tarilib birinchi osmonga chiqdilar. U yerda bir darvozaga yo'liqdilar. Darvozani taqillatganda ichkaridan bir farishtaning ovozi eshitildi. Kim u dedi. Jabroil alayhisalom menman dedilar. Siz bilan kim bor dedilar. Men bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam bor dedilar. Shunda ichkarida turgan farishta Jabroil alayhisalomga qarab, u kishiga payg'ambarlik yuborildimi? Xush kelibsiz, safo kelibsiz dedilar. Marhabo deb eshikni ochdilar. Va Rasulimiz alayhisolatu vasallamni juda chiroyli tabassumla kutib oldilar. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam birinchi osmonda Odam alayhisalomni ko'rdilar. Odam alayhisalom bilan so'rashib, salomlashganlardan keyin yana yuqoriga ko'tarildilar. Ikkinchi osmonga chiqib bordilar. Ikkinchi osmonda ham quyidagi savollar bo'ldi. Kim ekanligini va Rasulimiz alayhisolatu vasallamning kelganligini eshitib xursand bo'lib darvozalar ochildi. Farishtalar xursandchilik bilan kutib oldilar. Ikkinchi osmonga chiqqanlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam Iso alayhisalom va Yahyo alayhisalomlarni ko'rdilar. Ular bilan salom alik qilib so'rashdilar, so'ng yana yuqoriga qarab ko'tarildilar. Aslida bu Meroj voqeasi azizlar, bu alohida bir voqea. Meroj haqida o'zini gapirib beramiz desak juda ko'payib ketadi. Biz asli tarixda o'rganayotganimiz uchun bunga uzoq to'xtalishlikni loyiq deb topmadik. Meroj haqida inshaalloh sizlar bilan alohida bir suhbat qilamiz. Lekin bu Meroj voqeasi juda katta voqea. Rasulimiz alayhisalom Merojga chiqqanlarida jannat, do'zaxni ko'rdilar. U yerda azoblanayotgan insonlarni, turli toifadagi kishilarni ko'rsatgan edi. Lekin biz bugun ularga emas, balki umumiy tarixiy voqealarni o'zini yoritishga harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhisalom 3-osmonga chiqqanlarida Yusuf alayhisalomni ko'rdilar. Xabaringiz borki, Yusuf alayhisalom dunyodagi eng go'zal zot edilar. Payg'ambarimiz alayhisalom Yusuf alayhisalomni sifatlab shunday aytadilarki, Alloh dunyoda go'zallikni yaratgan bo'lsa, jamollikni yaratgan bo'lsa, yarimi Yusuf alayhisalomda edi dedilar. Bir tasavvur qilib ko'ring. Ko'zingiz oldiga butun olamni keltiring. Dengizlar, tog'lar va boshqa sizni ko'zingizni quvnatadigan qancha mahluqotlar, qancha narsalar bo'lsin, jonivorlar bo'lsin, tabiatda qancha go'zalliklar bo'lsin, mana shu hamma go'zalliklar Yusuf alayhisalomdan keyingi yarimdagi go'zalliklar ekanda. Go'zallikni ikkiga bo'lib, bittasini, bir qismini Yusuf alayhisalomga berib, ikkinchi qismini butun olamga bo'lib berilgan ekan. Endi tasavvur qilib qo'yaveringki, Yusuf alayhisalom qanchalik darajada go'zal zot, jamollik bo'lganliklarini. Mana shu zot bilan ham payg'ambarimiz alayhisalom ko'rishdilar, salom alik qildilar, so'ngra yuqoriga ko'tarildilar. 4-osmonga chiqqanlarida Idris alayhisalom bilan ko'rishdilar. Va bu yerda ham salom alik qilib yuqoriga ko'tarilib 5-osmonga chiqdilar. 5-osmonda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yana o'sha pastdagilar kabi kutib oldilar, so'roq savol qilindi, salom aliklar va bu yerda Harun alayhisalomni ko'rdilar. So'ngra 6-osmonga ko'tarildilar. 6-osmonda Musa alayhisalom bilan ko'rishdilar. So'ngra Jabroil alayhisalom bilan birgalikda 7-osmonga ko'tarildilar. 7-osmonga chiqqanlarida u yerda bir baytni ko'rdilar. Baytga ulug' bir zot suyanib o'tirardilar. Rasulimiz alayhisalom, "Ya Jabroil, bu zot kim?" dedilar. "Bu sizni otangiz, sizni bobangiz Ibrohim Halilulloh bo'ladi" dedilar. Ibrohim alayhisalom o'sha joyda Baytul Ma'murga suyanib turardilar. Baytul Ma'mur bu hozir siz bilan biz tavof qilib, ziyorat qilib, yuzimizni o'sha tomonga qaratib namoz o'qiyotgan Baytulloh, Ka'batullohning eng yuqorisi, ayni uning tepasiga osmonga 7-osmonga qo'yilgan bir bayt bo'lib, bu baytni Baytul Ma'mur deyarkanlar. Bu yerni farishtalar tavof qilib turar ekan.
Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, ushbu baytni har kuni 70 ming farishta tavof qilib, yana tavof qilishlik uchun navbatga turadilar. Lekin ikkinchi marta tavof qilishlik qiyomatgacha navbat kelmas ekanlar. Mana shu joyda Ibrohim alayhissalomni ko'rdilar. So'ngra bu yerdan ham bir oz yuqoriga qarab ko'tarildilar. Jabroil alayhissalom bilan birga chiqar ekan, mana shu joyga borganlarida u zoti bobarakot yuqoriga o'sha 7-osmonda bir chekkasiga borganlardan keyin qarasalarki, Jabroil alayhissalomni o'zini qiyofasida ko'rib qoldilar. Ma'lum qilganlaridek, Rasulimiz alayhisolatu vassalam Jabroil alayhissalomni 2 marta o'z qiyofasida ko'rganlar. Bir marta Rasulimiz alayhisolatu vassalam ilk vahiy kelgan kunlarida ufuqni to'sib turgan holatda ko'rgan bo'lsalar, ikkinchi holatida Rasulimiz alayhissalom mana shu yuqoriga chiqqanlarda o'sha Sidratul Muntaho degan joyga yetganlarida ko'rdilar. Jabroil alayhissalom o'z qiyofasida turardilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bu joyda Sidratul Muntaho degan bir daraxtga yetib bordilar. Unga kirishdan oldin Jabroil alayhissalom to'xtab qoldilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalamni oldilariga o'tkazdilar. Azizlar, Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan boshqa zotni oldiga o'tkazmaganlar. Alloh mana shunday zotga bizni ummat qilganligi uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Jabroil alayhissalom o'tkazdilar va uyoqlariga yura olmasligini aytdilar. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, men shunda deydilar, qarasam Jabroil alayhissalom kuyib kul bo'lib uqalanib ketayotgan toshga o'xshab bo'lardi dedi. Qaltiraganlaridan shunaqa bir hayajonlandilar, shunaqa bir qo'rqib ketdilarda, endi bu yog'iga men yura olmayman dedilar. Jabroil alayhissalom yura olishlikka qudrati yetmagan, kirishlikka ijozat bo'lmagan hududga sarvari koinot Rasulimiz alayhissalom kirib bordilar. U zot kirganlarda u yerda Sidratul Muntaho degan daraxtni ko'rdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu daraxtni sifatlarini aytarkan aytadilarki, uni deydilar, uni sifatlashga men ojizman. Avval ko'rib turganlarda uni barglari xuddi filning quloqlariga o'xshagan, mevalari xuddi ko'zaga o'xshagan bir daraxt edi. Lekin shu payt Sidratul Muntahoga, ya'ni o'sha daraxtga Alloh haq azza va jallaning nuri tushdi azizlar. Shunda Alloh qaradiki, o'zini nurini tajalluq qildi mana shu daraxtga qarab. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadiki, daraxtning oldilarida tillo tomchilariga o'xshagan kapalaklarni uchib yurganini ko'rdi. Endi Sidratul Muntahoga nur tushgandan keyingi holatni Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytibdilarki, mana shu holatdagi Sidratul Muntahoni men sifatlab berishlikka ojizman dedilar. Subhanalloh. Azizlar, Qur'onni sharhlab beruvchi, dunyodagi eng ulug' fasohatga ega bo'lgan, ulug' notiq bo'lgan, ilm va ma'rifatning eng yuqori cho'qqisining egasi bo'lgan zot Rasulimiz alayhisolatu vassalam Allohning nuri tushgandagi fayzi barakotga aylangan daraxtni aytib berishlikka til ojiz deb turibdilar. Bu Allohning nuri azizlar. Allohning nuri, lekin Allohning o'zini ko'rishlik qanchalik bo'lar ekan? Siz bilan biz osiy bandalar agar jannatga loyiq bo'lib, Alloh nasib qilib jannatga kirsak, mana shu zot Allohni ko'rishlik baxtiga musharraf bo'lamiz. So'rardimki Allohdan, Allohim seni gunohkor ko'zlarimiz bilan ko'rmaslikka, behayo narsalarga qaragan ko'zimiz bilan ko'rmaslikka, balki ilm va ma'rifat, yaxshilik, ma'rifatli narsalarni ko'rgan ko'zlarimiz ila ko'rmoqlikka nasib qilgin. Ko'zimizni faqat yaxshiliklarga burgin deb Allohdan so'ragan bo'lardi. Azizlar, bevosita, tarjimonsiz, hech kimsiz Alloh bilan Rasulimiz alayhisalom gaplashdilar. Bu qanchalik baxt. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga berilgan Alloh azza va jallaning buyuk mo'jizasi mana shu Me'rojida azizlar. Alloh azza va jalla bilan tarjimonsiz gaplashdilar. Bu bilan Alloh azza va jalla Rasulimiz alayhisolatu vasallamning maqomini dunyodagi eng ulug' maqomga olib chiqdi. Musa alayhisalom Alloh bilan gaplashganligi uchun Musa kalimulloh deymiz. Lekin mana bu joyda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Musa alayhisalomdan da, boshqa payg'ambarlardan da, hatto Jabroil alayhisalomdan vasallamdan ham ulug'roq bir maqomda turibdilar. Alloh azza va jalla Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan gaplashib, u zotga 50 mahal
namoz o'qishlikni buyurdi. Ba'zan inson ekanmiz hamma narsani oxirigacha bilgimiz keladi-da. Jabroil alayhissalom yog'iga chiqmadilar, qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Alloh bilan gaplashdilar. Nimalarni gaplashdi ekan? Nima suhbatlar bo'ldi ekan degan hammamizni qalbimizda bir qiziqish, muhabbat turishligi bu tabiiy. Lekin keling azizlar, buni ham Rasulimiz alayhisolatu vassalamning o'zlaridan eshitishlikni Alloh nasib qilsin. Jannatda Rasulimiz alayhisolatu vassalam bilan ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoda Alloh azza va jalla bilan ko'rishganlarida nimalarni gaplashuvdilar degan savolni berib eshitishlik baxtini Alloh bizga nasib qilsin. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhissalomga mana shu joyda 50 mahal namoz o'qishlikni buyurdi. 50 mahal namoz o'qish. Rasulimiz alayhisolatu vassalam qaytib tushdilar. Tushganlarida 6-osmonga keldilar. Yana tartib bilan qaytdilar. 6-osmonda Musa alayhisalom Rasulimiz alayhisalomni kutib oldilar. So'ng so'radilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Robbingiz sizga nima buyurdi?" deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom, "Robbim menga bir kunda 50 mahal namoz o'qishni buyurdi" dedi. Musa alayhisalom, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, irji', qayting" dedilar. "Qayting ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ummatingiz 50 mahal namoz o'qiy olmaydi." Rasulimizdan iltimos qilyaptilar. "Qayting ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ummatingiz qiynalib qoladilar. Allohdan yengillik so'rang" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom yana qaytib chiqdilar. Yana Alloh azza va jallaga yalinib yolvordilar. Alloh azza va jalla 50 mahal namozni 10 mahalga qisqartirdi. Yana qaytib tushdilar. Yana Musa alayhisalom chiqardilar. Qayta chiqar ekanlar. Oxiri 5 mahal namoz buyurildi. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton namozi. Mana buni eshitgan Musa alayhisalom yana Rasulimiz alayhisalomga qarab, "Qayting" dedilar. "O'qiy olmaydi, qiynaladi, yana Allohdan yengillik so'rang" dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam, "Endi men hayo qilaman" dedilar. Shunda Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhissalomga qarab, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ummatingizga aytib qo'yingki, 5 mahal namozni sadoqat bilan o'qir ekan, men 50 mahal deb uni savobini qabul qilaman" dedi. Qarang, Alloh bitta qilingan yaxshiligimizga 10 ta ajr berar ekan, bitta qilgan gunohga esa bitta gunoh yozilar ekan. Alloh azza va jalla biz uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam naqadar rahimli ekanligi ko'rinib turibdi. Payg'ambarimiz alayhisalom mana shu joyda 5 mahal namozga tushirdilar. Endi tasavvur qiling azizlar. Bir insondan bir narsani so'rashlik o'zi qancha qiyin. Ayniqsa obro'li bo'lgan insondan bir narsa so'raganda yana ikkinchi marta yonlariga kirishlikdan qiyin narsa yo'q. Ammo u zot Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisalom bir necha marotaba chiqib ummati uchun yengillik so'radilar. Zero Rasulimiz alayhisalom o'zlari bundan ham ko'p o'qishlikka loyiq va qodir edilar. Lekin ummatlarini o'ylab 5 mahalga tushirdilar. Ertaga Rasulimiz alayhisalomning huzurlariga borganda, "Men Allohdan so'rab yengillik qilib bergan namozni qay darajada ado qilgansiz, ey mening ummatim" degan savolga chiroyli javob berishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Rasulimiz alayhisolatu vassalam mana shu tartibda qaytib tushdilar. Hamma aytilingan tartib bilan yana 5-chi, 4-chi, 3-chi, 1-osmonga tushib, yana Masjidil Aqsoga tushdilar. Va bu joyda bog'lanib turgan buroqqa minib Masjidil Haromga qaytdilar. Bu hammasi azizlar bir zumda bo'ldi, bir kechada bo'ldi. Bu Isro voqeasi bizning aqidamizning bir qismi azizlar. Bu Qur'onda kelgan, bunga iymon keltirganmiz, buni inkor qilishligimiz iymonimizga ta'siri bor. Shuning uchun bu masala o'ta muhim masala. Tarixchilar buni hech qachon o'rganishlikda tashlab ketmaganliklari, biror sirat kitoblarda Me'roj va Isro haqida gapirmasdan o'tib ketmaganliklarini e'tiboridan biz ham buni aytib o'tishlikka jur'at qildik. Kamchiliklari bo'lsa Alloh o'zi kechirsin. Ammo Alloh azza va jalla siz va bizlarni Rasulimiz alayhisolatu vassalamning umid bilan, yaxshilik bilan, orzulik bilan ummatim menga buyurilgan ibodatlarni qiladi degan ummatiga loyiq bo'lishligimizni o'zi nasib qilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Masjidil Aqsodan
haramga, ya'ni Makka mukarramaga, Ka'batullohga keldilar. Bu bo'lgan voqeadan ta'sirlanib hamma insonlarga aytdilar. Lekin afsuski, yana kofirlar, yana mushriklar juda ko'pchiligi bu narsani tasdiqlamadilar. Hatto ba'zi birlari gumonga bordilar. Birinchi bo'lib Me'roj voqeasini eshitganda hech qanday shubhasiz tasdiqlagan zot yana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ldilar. U zot Rasulimiz alayhisalom shunday dedilar. Abu Bakr Siddiqqa kelib ba'zi birlar, seni sohibing, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar, bir kechada Masjidil Aqsoga, ya'ni Quddusga boribdi, keyin osmonga chiqib kelibdi ekan. Mana shunday gapni aytdilar. Shundan keyin ham ishonasanmi degandi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularga qarab, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarmi? Ha deyishdilar. Bunga zarracha shubha qilmayman. Bu gap rost dedilar. Haqiqatda Siddiq nomiga loyiq bo'ldilar. Mana shu voqeada juda ko'pchilik taqvodor, muhabbatli, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga sadoqatliklar juda ko'pchiligi aniq bilinib qoldi. Va hozirga qadar ham ushbu voqeani tasdiqlaganlar hammamiz sadoqatli ummatlar qatoridan bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin deb tasdiqlab, unga amal qilib, unga muhabbat qilishligimizni so'rab yashamoqligimiz kerak. Alloh taolo qalblarimizni Isro va Me'roj kechasining ma'naviy nurlari bilan to'ldirsin. Namozlarimizni qabul, iymonimizni mustahkam qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovat va salomlarimiz bo'lsin. Allohning rahmati va barakasi barchamizga yor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.